Assalomu alaykum hurmatli Instagram va YouTube obunachilar. Sizlarga shaharning markazidan, Amir Temur mahallasidan 32 ta joy taxlab qo'ydik sizlarga. Suvi, sveti, gazi, bog'chasi, maktabi, qo'ng'ishlari bilan birga, xudo qalasa zo'r qo'ng'ishlari bilan sizlarga shu joylarni taxlab qo'ydik. Ataboda gap bor. Joy amo deydi, qo'ng'ish sotib ol deydi. Qo'ng'ishlari o'tirma xalq to'y marakaga zo'r qatnashadi. Bizlar obzorda boshliq Akmal do'stim bilan batafsil ma'lumotlarni berib o'tadi. Akmal do'stim, shunda bular necha so'tikdan boradi bu joylarimiz? Joylar 2 so'tikdan keyin mana ustalar ishlab turibdi. Ish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Qarmanglar. Charchamasdan. Bu yerlarda bu joylarimiz 2 so'tikdan avarat bo'ladi. Bu yerda 4 ko'cha tushadi, 32 joy tushadi aytib o'tilganidek. Ko'chalar polniy asfaltlar ishlanib beriladi. Maktab detsatlar hammasi yaqin, 100 metr, 200 metr. Lokatsiyasi zo'r joyda joylashganmi? Amir Temur mahallada, shaharning markazida. Qurilishni ko'rsana bo'ladi, sifatli, pishgan karbishlardan salnotir, fundamentlar ham chotki qurilgan. Odamlarga eng qiziq yeri 100 milyonim bor, 150 milyonim bor, mashinam bor, boshqa domim bor deydigan barterga, любой variantga shu yer gaplashiladi. 32 joydan o'zi 10 ga yaqini sotilib bo'lindi. Hali qurilishning boshlanganiga hali 15-20 kun bo'ldi, lekin 10 ga yaqin joy sotilib bo'lindi. Bu yog'inda ulgurmay qoldik, ko'rmay qoldik deb o'tirmay, sirazi shu videoni tanishlaringizga, joy izlayverganlarga tashab qo'yasizlar. Bu yog'ini tanishtiramiz ko'chalari bilan, orqa oyoqlari bilan. Shunda bankda mening bir premiyani 100 million pulim bor. O'tirsam ertak aldanib qolmayman degan savol javoblar bo'ladi. 200% firma bilan shartnoma asosida o'zaro dogovor tuzdik. Dogovor qilinib, как положено dokumentida muammosi bo'lmaydi, hech qanday pantlarni boshqa etib qolmaydi. Sababi shu joylar barisi sotilib, kadastri chiqib olgan odamlarning atına dokumenti qo'lga tegan uchun o'zlarimiz o'rtada yuramiz. Dokonsa dokumentida da, sotilishida da, barisida. Chunki bizlar shu qurilish kompaniyasi bilan shartnoma tuzdik va sotuvlarni birga amalga oshiramiz. Shunda bu yer orqa yog'i bo'ladi, shunga, shundaymi? Mana birinchi qator. Birinchi qator. Uglovoy joylar. Bu uglovoy sotildi dedi. Mana uglovoy ham sotildi dedi. O'rtadan, mana bu uglovoy sotildi, yana o'rtada bir 10 ga yaqin joy sotildi. Bu birinchi qator, bu birinchi qatorning orqasi, ikkinchi qator bilan-da oldindan bir ko'cha tushadi. Bu joydan ham oldindan bir ko'cha tushadi. Общий 4 ko'cha tushadi. 32 joy. Shunda maktab mana. Maktab mana yerda birinchi maktab. Mana detsat bog'cha 100 metr, maktab 200 metr. Mana yerda yob 50 metrdan keyin uyning qaptali yob. Gaz turbani ko'rsatar, zom berib jo'ra. Gazi mana ketiribdi. Gazdan muammo yo'q. Bunday lokatsiyadan hech kim topa olmaydi undan keyin, yurib qolish kerak. Yerga da, lokatsiyasina da, qurilishina da, qurilishning iyasidan ham javob. Ustalarına da hammasina javob qiladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Ulgurib qolinglar. Mabodo qurilish tugagan vaqtida siz pulni to'lab bo'la olmay qolsangiz, qolgan asosiy summaga kredit chiqarib, ozg'anta kreditni bilan ham qutulib ketaverasiz. Variantlar ko'p. Yo'l, asfalt, asfalt, ko'cha, mahallaning ichi. Birinchi maktab mana Filqalaning ko'chasi birinchi maktabdan kirgan yerda. Shunda kirasiz, bir 50 metr, 60 metr kirgan yerga joylashyotir. Ko'rdinglar, lokatsiyamiz zo'r joyda joylashgan. Agar shunday zo'r joyda olaman degan odamlarga shu videolarni yuborib va layklarni bosib qo'ysanglar, endigi videoda va quruvchimiz bilan batafsil ma'lumotlarni xudo qalasa birgalikda necha so'm, kvadrati qancha, barcha ma'lumotlarni endigi videoda sizlarga qanday bo'ladi? Remont qanday bo'ladi? Boshqa bo'ladi, bari shundagi videoda batafsil tushuntiriladi. Shunday bo'ladi. Sizlar обязательно layklar bosib tarqatib tursanglar, zo'r videolar ko'rib borasiz. Bungacha bir savollar bo'lsa, shu nomerlarga bog'lanib turib. Bizlarga bog'lansin, ma'lumotlarni berib o'tamiz. Akmal, bu videomizni tadbirkorlar ko'rsin, sababi bu bog'chamiz ham arendaga beriladi. Amir Temur mahallasida joylashgan, hozir reklama qilgan 32 ta namunali 2 sotikli joylarimizning yonida 2 etajli hamma sharoitidan ega детский plashatkalari, ichkarining remonti, 2 etaj katta детский plashatkasi, butun hamma detsatga sharoit kerak bo'lsa, talab etiladigan bo'lsa, barcha talabga javob beradi. Mana shu 2 etajli detsatimiz arendaga beriladi.